Siz o'ylaysizmi, nega bu g'avvosdan suv osti jihozlarini shunchalik tez yechishyapti? Gap uning tushlikka shoshayotgani haqida emas. Gap shundaki, undan g'avvos kostyumini qanchalik tez yechishsa, uning tirik qolish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi. Aslida bu odatiy tartib. Chuqurlikda ish bajargandan so'ng g'avvos imkon qadar tezroq maxsus germetik kameraga kirib, u yerda ma'lum vaqt o'tkazishi kerak. Lekin bu nima uchun kerak? Chuqur suv ostida ishlaydigan g'avvoslar hatto 300 metr chuqurlikkacha tushishadi. Bu esa shuni anglatadiki, ularning barcha organlari ulkan bosim ta'sirida ishlaydi. Shunday sharoitda uzoqroq bo'lish uchun g'avvoslar odatda tarkibida ko'p miqdorda azot bo'lgan gaz aralashmalaridan nafas olishadi. Agar ular birdaniga yuzaga chiqib ketsa, bosim keskin kamayadi va azot pufakchalar hosil qilib, qon tomirlarini berkitib qo'yadi. Shu sababli g'avvoslar imkon qadar tezroq dekompressiya kameraga kirishadi. Bu kamerada sun'iy ravishda yuqori bosim qilinadi, keyin u bosqichma-bosqich kamaytiriladi. Natijada azot tanadan sekinlik bilan chiqadi va g'avvos organizmi xavfsiz bo'ladi. Bizga obuna bo'ling, chunki ma'lumotlar odatiy emas.